sengagina ibodat qilamiz, sengagina suyanamiz martabasida zikr manzilati. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera va sabbihuhu bukratan va asila. Alloh taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizga xitob qilib aytadi: "Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va erta yu kech u zotni poklab tasbih aytinglar." Mana shu oyat siz bilan bizga zikrni vojib qiladi, zikrni farz qiladi. Ulamolar aytishadi, insonning a'zolarini har bittasini o'zining alohida ibodati bor. Ko'zning ibodati harom narsalardan tiyilish. Ko'zning ibodati harom narsalardan tiyilish va bu borliqqa tafakkur qilgan holda osmon yerga nazar solishlik. Quloqning o'zining ibodati bor. Oyoq qo'lning o'zining ibodati bor. Qalbning ibodati birodarlar ixlos. Qalbning ibodati zikr. Mana shu a'zolarimiz bilan qiladigan hamma ibodatlarimizni ma'lum bir vaqti bor. Namozni o'qiydigan ma'lum vaqti bor. Ro'zani tutadigan ma'lum vaqti bor. Hajni, umrani qiladigan ma'lum vaqti bor. Vaqti o'lchovi bor. Demak, muayyan vaqtdagina qilinadigan ibodatlar. Zikr esa uni muayyan vaqti yo'q. Zikr qalb bilan, til bilan bo'ladi, uni muayyan aniq vaqti yo'q, vaqtincha emas. Va aqimis solata li zikri deydi Alloh taolo Qur'onda. Meni zikr qilish uchun namozni to'kis ado qil. Qarang, namozdan ko'zlangan maqsad Allohning zikri bo'lyapti yana. Zikr valiylikning eshigi. Allohning do'sti, valisi bo'lishini xohlagan banda zikrni o'ziga lozim tutishligi kerak bo'ladi. Kimda zikr bor bo'lsa, demak u Alloh bilan bog'lana oladi. Kimda zikr yo'q bo'lsa, Allohdan uziladi. Zikr, birodarlar, qalbning hayoti va quvvati. Zikr qilgan odamning qalbi tirik bo'ladi, hayot bo'ladi va quvvatli bo'ladi. Qachon mana shu qalb, til zikrdan uziladigan bo'lsa, jasad qabrga aylanib qoladi. Zikr yurtning obodligi. Siz bilan bizning xonadonimiz faqatgina Allohning zikri bilan obod bo'ladi. Zikr mo'minning quroli. Mana shu zikr degan quroli bilan mo'min o'zini nafsini yomonligi va shaytonni vasvasasiga qarshi kurashadi. Agar shu qurol yo'q bo'lsa, nafsi va shaytoniga qul bo'ladi. Zikr bilan Allohga bo'lgan shavq o'ti o'chiriladi. Zikr bilan qalblar davolanadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar, deyapti Alloh taolo. Eshitib qo'yinglar, bilib qo'yinglar, qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Tushunarlimi? Dunyo matohi bilan, pul bilan, mansab bilan, obro' bilan, mashhurlik bilan xotirjam bo'lmaydi. Siz bilan biz yaratgan Parvardigorimiz aytayapti: "Ogoh bo'linglar, eshitib qo'yinglar, bilib olinglar, qalblar faqat Allohning zikr qilishligi bilan orom bo'ladi." Aniq bilaylik, zikr qalbning hayoti. Qalb faqat zikr bilan tirik bo'ladi. Uylarimizda ana shu derazalarimizda gullarni terib qo'yganmiz, tuvakka ekib. Suv quyib turasiz, chiroyli o'sib turadi. Suv qo'ymasangiz nima bo'ladi? Quriydi, o'ladi. Birodarlar, qalb ham uni suvi bor. Qalb uni hayoti bor. Mana shu zikr qalbning suvi bo'ladi, hayoti bo'ladi. Agar inson zikr qilmay qo'yar ekan Allohni, qalb kasal bo'ladi, quriydi, o'ladi. Astagfirullah. Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan, qalblari Allohni zikr qilish bilan orom oladigan zotlardir. Mo'minlar iymon keltirgan va ularning qalblari Allohni zikr qilganda orom oladi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikri bilan orom oladi. Hasan Basri mana ulug' tobiinlardan. U kishi aytadi: "Halovatni 3 ta narsada qidiringlar. Mo'min odam mana shu 3 ta ishdan bittasida bo'lishligi kerak. Agar mana shu 3 ta ishdan bittasida bo'lar ekan, mo'min halovatda bo'ladi.
qalbi oromda bo'ladi, sakinatda bo'ladi. Namozda, zikrda va Qur'on tilovatida. Agar deydi Hasan Basriy, zikrda, namozda, Qur'onda turib halovatni topsanglar, topdinglar, ammo namozda ham, zikrda ham, tilovatda ham uni topmasanglar, bilinglarki, sizlar uchun Allohning eshiklari yopiq ekan. Birodarlar, doim Allohni zikr qilib yuradigan odamni hayoti osuda, qalbi xotirjam, sakinatda ekanligiga hayron bo'lmanglar. Doim zikrda yurgan odamning hayoti, qalbi osoyishta ekanligidan hayron bo'lmanglar. Buning o'rniga g'ofil insonlar, Allohni zikr qilishdan g'ofil bo'lganlar qana qilib kun kechiryapti, shunga hayron bo'linglar. Inson gohida o'zi bilan Robbisining o'rtasida bir to'siq borligini his qiladi. Samo eshiklari go'yoki yopiqdek. Qur'on tilovat qiladi, hech narsani his qilmaydi. O'tirib zikr qiladi, hech narsani his qilmaydi. Qur'on tilovat qiladi, hech narsani his qilmaydi. Bu nima degani? Bu qanaqa holat? Bu samo eshiklari siz uchun yopiq degani. Nima sababdan yopiq eshik, bilasizmi? Demak, amalda nuqson bor. Namoz o'qib ham, Qur'on o'qib ham, zikr qilib ham inson qalbini Allohga bog'langanini his qilmadimi? Demak, bu inson hayotda bir chekkasida qolib ketgan inson ekan. Bunday odam uchun g'aflat ham, xushyorlik ham barobar ekan. O'zi aslida inson o'zini g'aflatda ekanligini his qilish uchun avval xushyor bo'lish qanaqa ekanligini his qilish kerak. Siz orom olib ko'rgan bo'lsangiz zikr bilan, Qur'on bilan, keyin shu narsadan uzilib qolganingizda nimadan mahrum bo'lganingizni bilasiz, chunki totib ko'rgansizda. Endi umuman bir marta ham Alloh bilan bog'lanib, qalbingizda sakinatni his qilmagan bo'lsangiz, doim g'aflatda bo'lgan bo'lsangiz, xushyorlikni, qalbni tirikligini qayerdan tushunasiz? Qalbing uyg'onmi desa, ha deydi. Allohga bog'langanmi qalbing desa, ha deydi. Lekin aslida-chi? Inson Allohdan ajralib qolganligini his qilish uchun avval Allohga bog'lanib ko'rgan bo'lishligi kerak. Hasan Basriy aytayapti, halovatni 3 ta narsada istaylar. Birinchisi namozda, zikrda, Qur'on tilovatida. Mana do'ppini bu yerga qo'yib qo'yib o'ylanib ko'ring-da. Uyda Qur'on o'qiysiz. Yoki zikr aytasiz o'tirib. Yoki namozda turasiz. O'sha halovatni his qilganmisiz biror marta? Kecha shu yerda taravih o'qiyotgan akalarimizdan bittasi aytayapti, va shu keyingi 4 rakatda men shu narsani topdim deyapti. Uzildim dunyodan deydi. Salom bergandan keyin qaytdim bu yerga deydi. U xayoli bozorda qo'yiga, mashinasiga ketgan emas. Haqiqatan dunyodan uzilgan mana halovat. Eslab ko'ring-da, shu narsa bo'lganmi? Qarang, shunaqa narsa bor, totib ko'rgansizmi? Yo'q, totmagansiz, demak muammo bor. Demak amalimizda nuqson bor. Sahoba-i kiromlar namoz o'qiganda dunyodan uzilishgan. Urva ibn Zubayr roziyallohu anhu oyog'ini kesishkili bo'ladi, oqsoqol odamni. Eslaymiz-a shuni? Muskil iching deyshadi. Yana shu mas qiladigan narsaki, ozgina mana bu hislarni o'ldiradi. Narkozda o'rnida. Deganda ichmayman muskirni deydi. Kesoringlar. Chidamaysiz desa to'xtanglar, men zikrda boshlayman deydi. Zikrga kiradi, dunyodan uziladi. Oyog'ini kesib bo'lishadi, zikrni to'xtatgan keyin hushidan ketadi og'riqdan. Ana qanaqa bo'lgan odamlar. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'linglar. Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Inson o'zini qalbini beparvo tashab qo'ymasligi kerak. Bir aytishi mumkin. Alhamdulillah, musulmonman, namoz o'qiyman, aqidam to'g'ri. To'g'ri, go'zal, juda ham go'zal. Lekin qalbingchi? Qalbing tirikmi? Qalbing Allohga iqbol qilgan bo'lish kerak emasmi? Qalbing Allohga muhabbatli bo'lish kerak emasmi? Qalbingda Allohdan bo'lgan qo'rquv bilan umid bir vaqtni o'zida jamlanish kerak emasmi? Agar qalbimizni ishiga bee'tibor bo'ladigan bo'lsak, birodarlar, hayotda bir chekkasida qolib ketamiz.
Demak, musulmon odamning qalbi 3 ta o'rinda halovat topadi. Namozda, Qur'onda, zikrda. Uchalasidan bittasida bo'lishimiz kerak bo'ladi. Agar eshiklar biz uchun yopiq bo'lganini ko'rsak, bilaylikki, amallarimizda kamchiligimiz bor. Birodarlar, shayton odam bolasini g'aflat bilan yengib qo'yadi. Shayton odam bolasini g'ofillik bilan, g'aflat bilan yengib qo'yadi. Endi xuddi shunga o'xshagandek banda shaytonni zikr bilan yengadi. Demak, yo siz shaytonni yengasiz zikr bilan, yo u sizni yengadi g'aflat bilan. Demak, siz yo g'olibsiz, yo mag'lubsiz. Uchinchi variant yo'q. Odamlarda juda ko'pchiligi mag'lub, g'ofil. Zikr solih amallarning ruhidir. Zikrsiz solih amal mayyitdir. Ya'ni qalbingiz bilan turibsiz, iqbol qilib Allohga namozda. Yoki she'rlardan uyalganingizdan turibsiz chiqib ketgani. O'zi chiqib ketgis kelyapti. Demak, qalb o'lik, chiqib ketavering unaqa bo'ladigan bo'lsa. Ihson qilgingiz yo'q. Qalbingiz bilan emas bu. Sheringizdan hijolat olgandan beryapsiz. Demak, o'lik bu amal. Demak, birodarlar, zikrsiz, tirik qalbsiz solih amallar o'lik bo'ladi. Hozirgi kunda birovga yaxshilik qilib bo'lmaydi degan gaplarni eshitib qolamiz, ha? Hozir birovning yaxshiligini biladigan zamon emas. Eshitamiz, ha? Ehtimol o'zimizdan ham chiqib qoladi. Bilasizmi kim aytadi bu gapni? Qalbi o'lik odam aytadi. Agar insonni qalbi o'lik bo'lsa va mana shu holatida solih amal qiladigan bo'lsa, uning bu amali ko'proq odamlarni rozi qilish tarafiga oqib ketadi. Nifoqqa oqib ketadi. Riyoga, xo'ja ko'rsinga oqib ketadi. Qaytaraman. Agar insonning qalbi o'lik bo'lsa, zikr bilan tiriltirib olmagan bo'lsa, qalbi o'lik bo'lsa, g'ofil bo'lsa, shu holatda qilgan savob amallaridan odamlardan mukofotni kutishni boshlaydi. Odamlardan rahmatni, minnatdorchilik kutishni boshlaydi. Agar uni bu yaxshiligiga minnatdorchilik bildirishmasa, uni maqtashmasa, qadrlashmasa, jazavaga tushadi. Alamlanadi, minnat qiladi. Bu amal uchun maqtovni kutadi. Qilgan amalingiz uchun maqtovni kutayotganligingiz, birodar, qalbingizni o'likligiga dalolat. Tushunarlimi? Hech kim rahmat demaydi-da. Chakana ham ish qilib qo'yganingiz yo'q. Qanchadir savlab qo'ygansiz, qanchadir yordam qildingiz, hech kim nomard deydi. Rahmat ham deb qo'ymadi-ya, qara deysiz. Demak, qalbingiz o'lik holda qildingiz bu savobni. Musulmon odam qanaqa bo'lardi agar qalbi tirik bo'lib turib savob amal qilsa? Yashirarmidi? Yashirarmidi yo ko'z-ko'z qilarmidi? Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu kunda aytadigan zikrlari bor. Ya Rasululloh, har kuni aytadigan zikrlarimni qanchasi sizga salovat bo'lsin? Rasululloh aytdilar, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Kunda aytadigan zikrlarimni 3 dan biri sizning zikringiz bo'lsinmi? Masalan, 1 soat zikr aytadigan bo'lsa ertalab, shundan 3 dan biri sizga salovat bo'lsinmi? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmi sizga salovat bo'lsinmi? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Hamma zikrim sizga salovat bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qarab turib, "Idan tukfa hammuka va yughfaru dambuka" dedilar. Unday bo'lsa, gunohlaringiz kechirilishi, g'amlaringiz hal bo'lishiga kifoya qilar ekan-da dedilar. Qanday endi? Domla bir kunda 1 soat salovat aytib qo'ysam, shu bilan problema hal bo'lib qoladimi? Ha, bizniki hal bo'ladi, seniki hal bo'lmaydi. Nima uchun seniki hal bo'lmaydi? Sen ishonmayapsan. Seniki hal bo'ladi. Sen million marta aytsang ham hal bo'lmaydi. Chunki Rasulullohning so'zini aqidaga olmayapsan, iymonga. Birodarlar, bizning muammoimiz shunda. E'tiqodimiz, ishonchimiz sus. Gunohlaringni kechirilishiga kifoya qiladi, g'amlaringni yechilishiga kifoya qiladi. Demak, birodarlar, zikr bu qalbning hayoti. Zikr bu qalbning suvi.
Qalb faqatgina Allohning zikri bilan tirik bo'ladi. Qalb faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Zikr mo'minni shaytonga va nafsiga qarshi bo'lgan quroli. Inson zikr bilan shayton va nafsini yengadi yoki shayton uni g'aflat bilan yengib qo'yadi. Inson yo g'olib bo'ladi. Zikr shaytonni quvadi va savalaydi. Zikr Alloh taoloning rozi bo'lishiga sabab. Zikr g'am anduhlarni ko'tarilishiga sabab. Zikr shodlik va sururga sabab. Zikr qalb va badanning quvvatli bo'lishiga sabab. Zikr qalb va yuzni nurli bo'lishiga sabab. Zikr rizqning keng bo'lishiga sabab. Zikr mahobat, halovat va go'zallikka yetishga sabab. Zikr Alloh taoloning muhabbatiga sabab. Zikr Alloh yaqin bo'lishga sabab. Zikr ihson martabasiga yetishga sabab. Zikr Allohga qaytishni o'rgatadi. Zikr ma'rifat eshigini ochadi. Zikr sababli Alloh bandani zikr qiladi. Zikr qalbning tirik bo'lishiga sabab. Birodarlar, zikr Alloh taolo aytgan vala zikrullohi akbar. Allohni zikr qilishlik, Allohning zikri eng buyuk narsa. Zikr eng buyuk narsa. Qur'oni Karimda zikr 10 xil vajh bilan vorid bo'lgan. Bugun shularni o'qiymiz. Birinchisi, Alloh taolo zikr qilishga mutlaq va muqayyat buyurgan. Ikkinchisi, zikrning ziddi bo'lgan g'aflatdan qaytargan. G'aflatdan va unutishlikdan Alloh taolo siz bilan bizni qaytargan. Uchinchisi, najot va yutuqni zikrni ko'p va davomiy aytishga bog'lab qo'ygan. To'rtinchisi, ahli zikrlarni Alloh maqtagan. Ular uchun mag'firat bor, ular uchun jannat bor deyilgan. Beshinchisi, zikrga beparvo bo'lgan insonlar hasrat va nadomatda bo'lishlari xabar berilgan. Oltinchisi, banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu bandani o'zi zikr qiladi. Yettinchisi, eng buyuk narsa bu Alloh taoloning zikri. Qur'onda shunday deyilgan: "Va la zikrullohi akbar." Allohning zikri hamma narsadan ulug'. 8-si, Alloh taoloni zikr qilsagina inson Allohning oyatlaridan foydalanadi. 9-si, Alloh taolo zikrni amallarning hammasiga qarina qilib qo'ygan. 10-si, zikr Alloh taoloning roziligiga sabab bo'ladi. Mana endi mana shu 10 ta vajhni, Qur'onda kelgan 10 ta vajhni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Zikr haqida 10 xil vajh kelyapti, birodarlar. Shuni o'zi siz bilan bizga bu amal qanchalar ulug' ibodat, qanchalar ulug' amal ekanligini ko'rsatib beradi. Birinchi vajh. Alloh taolo zikrga mutlaq va muqayyat suratda amr qilgan. Mutlaq amr. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kaseera. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Bu mutlaq amr. Allohni eslatganki narsani gapirar ekansiz, qilar ekansiz, bu zikr bo'ladi. Tasbih aytdingiz, zikr. Qur'on tilovat qildingiz, zikr. Amr ma'ruf nahiy qildingiz, zikr. Tasbih, tahlil, takbir, bularning hammasi zikr. Demak, Allohni eslatadiganki narsa bu zikr bo'ladi, bu mutlaq suratda aytildi. Endi muqayyat, bog'langan holda aytildi. Astagfirullah. Wadhkur robbaka fi nafsika tadarruan wa hifa wa dunal jahr min al-qawl bil ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Parvardigoringizni ichingizda yolvorib, qo'rqib, dildan erta-yu kech yod qiling va g'ofil kimsalardan bo'lmang. Demak, zikr oshkora bo'ladi, maxfiy bo'ladi. Xorlik bilan bo'ladi, huzu bilan bo'ladi, qo'rquv bilan bo'ladi. Mana shu narsalarga bog'langan bo'ladi zikr. Qalbing bilan ham, tiling bilan ham Allohni zikr qilishing kerak. Demak, birinchi vajh, Alloh taolo zikrga buyurdi, mutlaq va muqayyat. Ikkinchi vajh. Alloh taolo zikrdan g'aflatda qolishlikdan man qildi. Unutish va g'aflatdan qaytardi. Vala takum minal g'ofilin. G'ofil kimsalardan bo'lmang. Vazkur robbaka idza nasita.
Agar unutib qo'ysang, xayolingdan ko'tarib qo'ygan bo'lsa, insonsan banda, darrov Robbingni zikr qilgin. Darrov Robbingni zikr qilgin. Nimadan g'ofil bo'lma? Allohning zikridan. Birodarlar, hayotimizdagi eng xatarli narsa bu g'aflatda bo'lishlik. Ko'p odamlar g'ofillik, g'aflat uyqusida yashaydi. Uyquda bo'ladi, lekin uxlayotganligini bilmaydi. Bundaylar uyg'onadi. Bir kun albatta uyg'onadi. Qachon uyg'onadi? O'lganidan keyin. Alloh taolo aytadi: "Fazarhum yahuzu va yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun." Bas, bunaqalarni tark qiling. Va'da qilingan kunga ro'baro bo'lgunlaricha nohaq yo'llarda sho'ng'ib, o'z dunyolarida o'ynab kulib yuraversin. Shular bir kun keladi, uyg'onishadi. G'aflatda yashaganligini biladi, lekin vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Birodarlar, hayot bizni ishlatib yuboradi. Shunaqa bir tushuncha bor. Hayot bizni ishlatib yuboradi. Nima degani? Bitta ishni tugatding, ikkinchisi chiqadi. Bitta g'amingni hal qilding, bitta muammoni yechding, orqasidan ikkinchisi chiqadi. Shunday qilib, muammo ketidan muammo, ish ketidan ish paydo bo'laveradi, qarabsizki, hayot o'tib ketib qoladi. Hayot siz bilan bizni ishlatib yuboradi. Agar birodar seni qilayotgan mana shu dunyodagi ishlaring, tijorating, kasbing, muomalang hamma vaqtingni egallab qo'ygan bo'lsa, Allohni zikr qilishdan to'sib qo'ygan bo'lsa, Allohni zikriga vaqting bo'lmayotgan bo'lsa, sen aniq hasrat nadomatdasan. Chunki mana shu ishlar seni g'ofil qilib qo'yapti. Namozni kech payt o'qib oladi hammasini, shomdan keyin. Bo'ladi. Endi o'qiymiz, bir ishlarimiz pensiyaga chiqqanda o'qiyman degan gap bo'lardi bir 30 yil burun. Eslayapsizlarmi shu gaplarni? Namoz o'qi deb enalar aytsa nima degan? 30 dan boshlayman derdi, ertaroq niyat qilganlari. 30 dan o'tganlar nima derdi? Va ana shu pensiyaga chiqqanda o'qiyman deganlar ham biz aytayotgandek g'aflatda qolgan odamlar. Birodarlar, g'aflat eng xatarli narsa. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah va la takunu kalladina nasulloha fa ansahum anfusahum ulayka humul fasiqun." Sizlar deyapti Alloh. Allohni unutib qo'yganligi sababli Alloh ularga o'zlarini kim ekanligini unuttirib qo'ygan kishilarga bo'lmanglar. Ana o'shalar haqiqiy itoatsiz fosiq kimsalardir. Bir qavm bor, Allohni unutuvdi, umuman unutuvdi, g'aflatda qoluvdi. Allohni unutganligi uchun Alloh ularni o'zlarini kim ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. G'arb olamini qarasangiz, u yerdagi odamlarning ayrimlari erkakka erkakka uylanyapti. Ayol uylanyapti. Ayol kishi erkak kishiman deb, erkak kishi ayol kishiman deb pasport olyapti. Ahmoq emas ular, aqlli insonlar. Dunyo ishlarida siz bilan biz ularga yetishimizga bir 100 yil bor. Dunyo ilm fanida, taraqqiyotida o'tib ketdi bizdan. Lekin Allohni unutib qo'yganligi uchun Alloh ularni inson ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. Nima uchun bunday bo'ldi ular? Allohni unutishgan edi. O'xshatish mumkin bo'lsa, relsda ustida ketayotgan poyezd yoki uni vagoni faqat relsda ustida to'g'ri turadi. Agar relsdan tushirib qo'ysangiz, tamom u poyezd. Asfaltga tushirasizmi, mramorga tushirasizmi, tuproqqa tushirasizmi, tamom, botib qoladi, shig'alanib ketadi, xullas tamom bo'ladi. Poyezd va uni vagoni faqat relsda to'g'ri yurganidek, inson o'zini insonligini unutmaydi agar Allohni unutmasa. Allohni unutdimi? Tugadi. Birodarlar, Allohni unutganligi uchun ular Alloh ularni o'zlarini kim ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. Ular itoatsiz kimsalar. Mana shularga bo'lib qolmanglar deyapti. Alloh sen bilan meni birodar zikrga buyurdi. Mutlaq va muqayyat suratda. Qo'rquv bilan, umid bilan, tazarru bilan, oshkora va maxfiy. Va g'ofil bo'lma deyapti. Va la takum minal g'ofilin. Allohni unutishdi,
Shuning uchun bular bu dunyoga nimaga kelganligini unutib qo'yishdi. Nimaga yashayotganini unutib qo'yishdi. Ustidagi taklifotni unutishdi, omonatni unutishdi, solih amalni unutishdi. Bu ham yetmagandek o'zini ham kimligini unutib qo'ydi. Biz nimani o'rganyapmiz o'zi? Biz nafs tarbiyasini o'rganyapmiz. Qalb tarbiyasini o'rganyapmiz. Nima uchun namozda turganimizda ko'zimizga yosh kelmayapti? Shuni sababini o'rganyapmiz. Nima uchun qalblarimiz qatib ketgan? Nimaga bir yumshoqlik yo'q? Nimaga ko'z yoshi yo'q? Nimaga? Mana shu tasavvufdan uzoq bo'lib ketganimiz uchun. Nafs, qalb tarbiyasidan uzoq bo'lib ketgan. Biz shuni o'rganyapmiz. Uchinchi vajh, najot va yutuq Alloh azza va jallaning zikriga bog'lab qo'yildi. Falonchi hayotda muvaffaqiyatga erishdi deyiladi. Bu nima degani? Hayotda o'rnini topdi degani. Bir ilmni, kasbni, hunarni puxta egalladi degani. Mana shu sababli jamiyatda topish tutish yaxshi bo'ldi, bekami ko'si yashadi, oila qurdi, farzandli bo'ldi, jamiyatda muvaffaqiyatga erishdi, yutuqqa erishdi, e'tiborga erishdi, hurmatga erishdi. Ha, bu dunyo maydonida bir odamni erishgan narsasi yutuq deyiladi. Dunyo maydonida bir yutuqqa erishdi deyiladi, lekin haqiqiy yutuq emas, birodarlar. Chunki bu aytilgan narsalar ilm, hunar, martaba, oila, pul Allohni tanimaganlarga ham berilyapti naryoqda, g'arb olamida. Biz aytayotgan yutuq faqat dunyo maydonida yutuq emas. Ha, birodarlar, boylar, mansabdorlar, quvvat egalari dunyoda muvaffaqiyatga erishdi. Halolmi, harommi, birodar haqqimi, yo'qmi, nima bo'lganda ham bir narsaga erishdi. Ammo haqiqiy yutuq, birodarlar, oxiratdagi yutuq, oxirat hayotidagi muvaffaqiyat. Agar mana shu joyda yutgan bo'lsangiz, haqiqiy yutuqqa muvaffaqiyatga erishdingiz. Mana oramizda badavlat odamlar bor, o'rtahol odamlar bor, kambag'al odamlar bor. Boy deymiz, o'rtahol deymiz, kambag'al deymiz. Biz deymiz buni. Lekin Ali ibn Abi Talibda bir ajib so'zi bor ekan. Bu ulug' sahobiy aytadiki, boylik va faqirlik Allohga ro'baro bo'linganidan keyin ma'lum bo'ladi. Kimni haqiqiy boy bo'lgani, kimni haqiqiy faqir bo'lgani Allohga ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi deydi. Agar shu falsafadan, shu tasavvurdan kelib chiqib turib aytadigan bo'lsak, kim haq, kim nohaq qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim yutdi, kim yutkizdi qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim haqiqiy aziz, kim xor qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kimni past, kimni oliy ekanligi ham Allohga ro'baro bo'lgandan keyin ma'lum bo'ladi. Ungacha birodarlar, dunyoda aytyapmiz-da, ona yutdi, mana yutkizdi, ona oliy, mana past, mana boy, mana kambag'al deb. Haqiqiy kulgan qachon kuladi? Qiyomat kunidagi kulgi haqiqiy kulgi bo'ladi. Falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun. Bu dunyoda kofirlar musulmonlar ustidan kulyaptimi? Har narsasini aytib kulyapti, masxaralab. Alloh aytayapti, falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun. Endi bu kunda deydi, qiyomat kunida mo'minlar kofirlarning ustidan kuladi deydi. Ana shu kulgi haqiqiy kulgi bo'ladi. Alloh ana shu kulgida kulishlikni hammamizga nasib qilsin. Agar ikki dunyoda yutuqqa erishishni istasang, haqiqiy saodatli, baxtli insonlardan bo'lishini xohlasang, birodar, Allohni ko'p zikr qil. Hatto dushmanga ro'baro bo'lganingizda, dushmandan g'olib bo'lish uchun ham Allohni ko'p zikr qilishingiz kerak. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, agar dushman toifaga ro'baro bo'lsanglar, jang maydonida dushman qo'shiniga ro'baro bo'lsanglar, sobit turinglar va Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat g'alabaga erishsanglar. Shoyat g'alabaga erishsanglar, yutuqqa erishsanglar. Nima qilsanglar yutuqqa erishasizlar? Allohni ko'p zikr qilsanglar. Mo'g'ul tatar
balosi bu insoniyatning ustiga kelgan. Xususan musulmon ummatiga balo bo'lib keldi. Ya'juj Ma'juj mashlarmikin degan xayol kelib qoldi odamlarning kallasiga. Mo'g'ullarni yengib bo'lmaydi degan tasavvur kirib qoldi odamlarning kallasiga. Ana shu mo'g'ullarni shavkatini sindirgan, ularni ayni Jolut ma'rakasida mag'lub qilgan musulmon sultonlari, Sulton Bebars, Sayfuddin Qutuz. Ana shu hal qiluvchi ayni Jolut ma'rakasida jang bo'lishdan avvalgi kechada, jangdan avvalgi kechada bu muzaffar qo'shin nima bilan mashg'ul bo'ldi, bilasizlarmi? Mana shu ulug' sultonlarning pirlari, ustozlari qo'shinni kechasi bilan Allohga duo iltijo qilib, kechasi bilan zikr bilan band bo'lishini buyurdi. Qo'shin shunday qildi. Qo'shin uxlamadi, kechasi bilan zikrda bo'ldi, iltijo qildi, ko'p zikrda bo'lishdi. Natija qanday bo'ldi? Alloh azza va jalla bu sultonlarga, bu musulmon lashkariga g'alabani berdi. Vala zikrullohi akbar. Allohning zikri hamma narsadan buyuk dedimi Alloh? Shuning uchun Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat g'olib bo'lsanglar, hamma ishda. Allohni qalbingda zikr qil birodar. Tilingda zikr qil birodar. Odamlarga eslat Allohni. Qanaqa majlisda o'tirma, yig'in bo'lsa, Allohni zikr qilishlik kerak. Agar shunday qilsang, qalbing xotirjamlikka to'ladi. Atrofingdagilarni chehralari ochiladi. Sendan xursand bo'lishadi. Agar dunyoni zikr qilsang, odamlar atrofingda o'tirmay tarqaydi. Chunki dunyodan Alloh taolo hammaga ulushni har xil berganda, dunyo matohidan ulush har xil berilganda, ammo Allohning zikriga hammaning imkoniyati teng. Vodkurulloha katiron la'allakum tuflihun. Va doim Allohni yod etingiz, shoyat najot topursiz. Nimani gapirdik? Alloh taolo zikrni mutlaq va muqayyat qilib buyurdi. Ya'ni mutlaq zikr qilishimiz kerak va muqayyat zikr qilishimiz kerak. Ikkinchi vajh nima bo'ldi? Unutish va g'aflatdan Alloh taolo qaytardi. Uchinchi vajh. Najot va yutuqni Allohning zikriga bog'lab qo'ydi. Inson Allohni zikr qilar ekan, albatta yutuq va g'alabaga erishadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.